Assalomu alaykum, mana qadrli obunachilarim. Bugungi makiyaj darsimizni ham boshlab olamiz. Birinchi bo'lib yuzimizga bazalarni surib, yaxshilab massaj holatida yuzga yedirib chiqamiz. Undan keyin qosh bilan ko'z orasini ochib olish uchun biz konsilerdan foydalandim. Ko'rib turganingizdek, konsilerda yaxshilab qoshlarini forma berib, bo'yab, ustini sponj bilan yedirib chiqamiz. Konsilerda nimaga ishlatamiz? Chunki tenlarimiz ranglari yaxshi chiqishi uchun, yaxshi yotish uchun, yaxshi rastshofka bo'lish uchun konsiler foydalanish обязательно muhim etap hisoblanadi makiyaj jarayonida. Va konsilerdan keyin ustini pudra bilan qotirib chiqamiz. Ko'zni har doim bo'yaganda 3 ta rangdan foydalanamiz. Rozovoy makiyajda ham, korechnovoy makiyajda ham 3 xil rang bo'lishi kerak. Ya'ni korechnovoy makiyaj qilish uchun biz har doim bejvoy, ochiq korechnovoy va o'rtacha korechnovoy ranglardan foydalanamiz. Rozovoy makiyaj qilmoqchi bo'lganda ham xuddi shunaqa ochroq rozovoy, keyin yana ham sal to'qroq, keyin yana ham sal to'qartirib, etapma-etap ranglar uyg'unligi bilan to'qarib boriladi. Men bugun korechnovoy makiyaj qilishni xohladim va ko'rib turganingizdek ochroq bejvoy rangdan foydalanib, asta-sekinlik bilan makiyaj to'qarib boriladi. Ko'rib turganingizdek, och bejvoy rangdan foydalanib, pushistdagi kistочкада surilgan rangimizni rastshofka qilib, butun qovoqlarga yoyib chiqiladi. Ikkinchi rang har doim yoyibroq suriladi va ko'proq rastshofka qilinadi. Ikkinchi rangimizni yaxshilab rastshofka qilib bo'lganimizdan so'ng, uchinchi rangga o'tamiz. Ya'ni uchinchi rang yana ham to'qroq korechnovoy hisoblanadi. U korechnovoyimizni ko'p rastshofka qilib yormaymiz. Tepaga qaratib, unaqa qovoq bo'ylab yoyvormasdan, asta-sekinlik bilan burchak qismiga to'qartirib, ko'zni yana ham ochib berishga va ko'zda yana ham выразительный ko'rsatishga yordam beradi. To'q korechnovoy rangimiz. To'q korechnovoy rangimizni surayotganimizda ahamiyat bergan bo'lsanglar, kistimiz formasi ham o'zgaradi. Uni ko'p rastshofka qilib yormaymiz, asta-sekin bo'yab olamiz. Men har doim podvodka tuzishdan oldin Mister 775 qalamida osnovasini chizib olaman. Bu nimaga yordam beradi? Bu bizni podvodkamiz, surayotgan tenlarimiz yaxshi usha berishiga, turib berishiga va hamda bizga osnova va fundament vazifasini bajarib beradi. Ozgina qalamda chizib, ustini ten bilan qotirib, zakreplять qilib, asta-sekinlik bilan rastshofka qilamiz uni ham. Formasiga qarab, chizib olgan formamizga qarab, tepaga yo'naltirib, kichkina kist bilan tepaga qarab rastshofka qilib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, rastshofka qilib tepaga yoyib,
yana ozgina ikkinchi rang bilan qovoqlarimizga berib yuboramiz. Undan keyin podvodka bilan ishlaymiz. Podvodkani ko'rib turganinglardek skladka bor ko'zimizda, o'sha skladkasigacha surib olgan tenlarimiz, qarindashlarimiz ustiga skladka chizig'idan chiqmagan holda podvodkani surib chiqamiz. Podvodkani surib olganimizdan so'ng biz yana ham ko'zimizni detalni ishlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizga kerak bo'ladigani yana ham kichkinaroq, formasi kichkina bo'lgan kist. Bunda biz qora ten va korичневый tendan foydalanib tepaga qaratib, formasidan chiqmagan holda rastashofka qilamiz. Podvodka chizilgan joyigacha tagigacha tenni olib kelmaymiz, chunki podvodkamizni rangi xira bo'lib qoladi. Pasi osnovamiz chorniy bo'lib qolishi kerak. Tepaga qaratib, korичневый va chorniy tenlardan foydalanib, tepaga qaratib, rastashofka qilib formasini berib olamiz. Ko'rib turganingizdek, ko'zlarimizga kipriklar va blesklarni yopishtirib, yuzimizni fiksatsiya qilib olamiz. Yuzimizni men raspishday pudradan foydalanib fiksatsiya qilib quritib oldim. Pudradan keyin men suxoy bronzerdan foydalanaman. Suxoy bronzerlar har doim tabiiy ko'rinadi. Shunga men ko'proq makiyajlarimda bronzerlardan foydalanaman. Bronzerdan keyin rumyanalardan foydalandim. Och persikoviy va och rozovati rumyanani ikki xil rangini aralashtirgan holda chiroyli rang bo'ladi. Rumyanadan so'ng highlighter zonalarimizga highlighter surib olamiz. Ko'rib turganingizdek, highlighterlarimiz juda ham porlab, chiroyli va yonib chiqdi. Endi qoshlarni bo'yaymiz. Har doim qoshni dum qismidan oldiga bo'yab olib kelinadi. O'shanda qoshlar tabiiy va chiroyli ko'rinadi. Lablarini ham to'q bo'lmagan makiyajga mos bo'lgan rang pomadada bo'yab olamiz. Makiyajimizni yakunlashimizdan oldin kipriklarimizni orasiga va ustiga qora podvodkamizdan yana bir marta yurg'izdirib va ko'zimizni tagini ham bo'yab chiqamiz. Birinchi va ikkinchi rangli tenlarimizdan foydalanib, bej va korичневый tenlardan foydalanib ko'zi tagini bo'yab
yoyib chiqamiz va ozgina chetiga qalam yoki bo'lmasam to'q rangli tenda ozgina kichkina bo'lgan formali kistimizda olib tenda yoyib chiqamiz. Buni ham ko'zlarimiz yana ham объемный va выразительный ko'rinish uchun bejevый qayaldan foydalanib ko'zlarini ichiga surib olamiz. Obraz tayyor bo'ldi. Dars yoqqan bo'lsa o'z fikringlarni kommentariyada kutib qolaman.